Nurg'unlar deydi. Agar Zhuge Weyyan'ga huquq berib, uning shu planini yo'l qo'yishiga yordam qilgan bo'lsa, Weyyan balkim shu davlatga xoinlik qilgan bo'ladi. Siz ham shunday qaramsiz? Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch parchadan kelgan hamma do'stlar bilamiz. Weyyan shu davlatningki keyingi vaqtlardagi danglaqsan bo'ldi. Undan qolsa, Weyyan rostini biz bay degandek osiylik qilish mumkinmi? Unda emas. Buning osiylik qilmasligiga biz bir nechta turli sababni naql keltira olamiz. Yana buning birinchisi, Weyyan bir qatim Wei davlatiga xoinlik qilgan. Agar u shu davlatiga xoinlik qilib, yana Wei davlatiga berib qolsa, cho'qim uning oqibati yaxshi bo'lmaydi. Wei davlatidagi Simoyi savobiylar uni o'ldirib ketishi mumkin. Ikkinchisi, Weyyan osiylik qilgan taqdirda uningki qo'l ostidagi lashkarlarni boshlab berib qilgan urushlari g'alabaga erishishini ataydi. Chunki bu vaqtdagi jang nihoyat jang ham tez jang. Unda birer sang'un necha o'n ming lashkardan beribla bir shaharni evaldigan yoki butun iqlimni birlikka keltiradigan holatdamiz. Buning uchun nurg'unlagan vaqt, ochlik va nurg'unlagan plan ketadi. Shu bularning hech qaysisi Weyyanda to'liq hozirlanmay turib bu ishni ib borolmaydi. Uchinchisi eng muhim. Har qanday vaqtda, ya'ni jang qilgan vaqtda ochlik eng muhim. Ochlik to'xtamay kelib turmasa, to'xtamay oqisatdan bularga ta'minlanib turmasa, askarlar ochlikdan o'ladi, hech qanday urush qilmaydi, chekinish mumkin. Demak, Weyyan osiylik qildi deganlik uningga hech qanday tarafdan ochlik kelmaydi. Ochlik kelmagandan keyin uzun qolmaylar u mag'lub bo'ladi yoki lashkarlari tarqab ketishi mumkin. Shunga Weyyanninki shu davlatga osiylik qilish nisbati nihoyat tuvan. Agar siz bu gaplarga qo'shilsangiz, astiki gazetlarga alt raqamni qoldirib qo'ying. Texnik ko'p jondarchilik aytmaysiz, qiziqsangiz, ayrim xonamga uchir qiling.